Bugun sizlar bilan JSession datasetini tozalashni o'rganamiz. Hop. Bu uchun birinchi yuklab olishimiz kerak. OK. Yuklab olamiz va Colabga kiramiz. colab.research.google.com. Hop, yangi ochamiz bloknot. Tak. Kurs ishlaymiz. Birinchi qismi bo'la qolsin. Hop, yuklab oldik. Birinchi bo'lib papkachani bosib, har doimgidek 370 megabaytlik faylni yuklab olishimiz kerak. Upload knopkasi orqali yuklab olamiz albatta. Hop, JSession. OK. Yuklashni boshladi mana. Hozir yuklash tugaydi. Tak, bu uchun bizga qaysi kutubxona kerak bo'ladi? Bizga grafika chizish uchun Matplotlib va Pandas kutubxonasi kerak bo'ladi. Import Pandas va PD deb belgilab olamiz. Hop, from Matplotlib. Tak, import. Hop. Seaborunni ham yuklab olaylik, kelinglar. Tak, Seaborun. Hop, hop. Hop. Tak, bizga Seaborun Matrix degani kerak. Hop. Tak, this plot, line plot, box plot. Tak. Matrix. OK, yani ko'ramiz. Tak, bo'ldi. Yuklab bo'ldimi? Yo'q, hali yuklab bo'lmabdi. Hop. Hop, endi kelinglar nima ish qilishimizni yozib olamiz. Tak, birinchi bo'lib data understanding, ya'ni ma'lumotlarni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. OK. Hop, ikkinchisi data cleaning, ya'ni ma'lumotlarni tozalab olishimiz kerak bo'ladi. Hop. Hop, bo'ladi va to'ldirishimiz kerak bo'ladi. OK. Tak, uchinchisi data analyzing, yani analiz qilamiz. Tak, data analyzing. Tak, bu yerda anomal qiymatlarni topamiz. Tak, duplikatlarni olib tashlaymiz. Hop. To'rtinchisi data preparing, ya'ni sun'iy intellekt o'qitishga tayyorlaymiz. Hop. Ma'lumotlarni raqam ko'rinishiga keltirib olamiz.
okey, saqladik. Hop, tak, yuklangan deb ko'rib olaylik. Tak, matrix. Tak. Taksiye bağın. Hop. Bizga kerak bo'ladigan tak, bizga kerak bo'ladigani tak. Burası. Hop. Okey. Tak, yüklü olduk. Avdan burada kopyalayıp ko'chiramiz. Tak. Yangi kod boshlaymiz. Pastga tushirib olamiz. Hop, birinchi qiladigan ishimiz data analyzing. Hop. Def bd read csv, ya'ni ma'lumotni o'qishdan boshlaymiz. Ctrl V. Tak. Boshidagi 5 ta xatoni chiqaramiz. Hop. Endi ma'lumotni o'rganishni boshlaymiz. Hop. Ustunlarning nomi qanaqa ekan? Tak, ko'rib olishimiz kerak. Tak. Hop. G-session degani reklama asoslangan sitlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi reklama orqali qiziqish bildirgan foydalanuvchilar dataseti ekan. Hop. Endi. Okey. Nima deyapti? Все визиты G-session utensils in demak sotsial setlar orqali, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar orqali kirgan nimalarni aniqlab olsak bo'lar ekan. Yaxshi. Ustunlar haqida ma'lumotlar kerak bizga. Hop, ustunlar haqida ma'lumotlar kerak. Mana. Hop. Bu qaysiniki ekan? Как раз biz boshlamoqchi ekan G-session, ID visit, ID посетителя, дата визита, время визита, порядковый номер визита, канал привлечения, хоп, тип привлечения, хоп, рекламная кампания, так, ключевое слово, тип устройства, операционная система устройства, марка устройства, модель устройства, расширение экрана, marka устройства. Так, ikkita marka устройства bor ekan. Так, model устройства, qaytarib boshlaymiz. Так, browser, strana, город. Okey. Hop. Demak, tanishib oldik. Endi bo'lib birinchi bo'lib qiladigan ishimiz mana buni almashtirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardan kelganga. Tak. Ana endi mana. Demak, UTM source ustuni mana shu qiymatlarga teng bo'lsa, nima qilishimiz kerak ekan? Uni ijtimoiy tarmoqlardan kelgan deyishimiz kerak ekan.
Hop. List qilib olamiz. Tak. Okey. Hop, buni nima deymiz? İjtimoiy tarmoqlar deymiz. Tak, ijtimoiy tarmoqlar deymiz. Okey. Demak, mashlardan kelsa, demak ijtimoiy tarmoqlar bo'ladi. Bo'lmasa boshqa joydan kelgan bo'ladi. Hop. Okey. Endi almashtiramiz. Tak, UTM source edimi? Tak, UTM source. Okey. Hop, almashtiramiz endi. Hop. Def UTM. Tak, kelinglar, mana bu yerdan kopya olaylik. Xato qilmaslik uchun. Tak, UTM source, ha. Lambda funksiya orqali nima qilamiz? Qayta ishlaymiz. Lambda funksiya orqali qaytib ishlaymiz. Xo'p, x o'rniga 1 qo'yamiz. Qaydaki x ijtimoiy tarmoqlardan bittasi bo'lsa, aks holda 0 qo'yamiz. Endi qaranglar, bu bizga qancha ma'lumot yutishga yordam beradi. Xo'p, hisoblaymiz, qaranglar. Demak, nechta usulimiz bor ekan? Tak, def info metodini ko'ramiz. Xo'p, tak, 1 2 3 1 2 3 1.800.000 ta qatorimiz bor ekan. Demak, qaranglar. 1.800.000 ni ko'paytiramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 ta. Demak, 20 tani o'rniga bitta raqam qo'yamiz. Ya'ni 20 marta kamaytiramiz. Endi 20 marta kamaytirgan bo'lsak, 1.800.000 ta ko'paytiramiz. 20. Necha marta kamaytirgan bo'lar ekanmiz? 3.5 million. Bu degani ma'lumotlar datasetda ancha kamaytiramiz degani. Qaranglar. 255 megabayt hozir, to'g'rimi? Mana bu ishga tushiramiz. Va def info metodi bilan nima qilamiz? Tekshiramiz. Xo'p, mana 255. Bu yerda o'sha aniq ko'rsatmayapti. 255.4 plus. Tak. Def. Kelinglar, shuni qatorda o'zini chiqaraylikchi. Hop, mana 0.1.0.1.0.1 bo'lib ketdi. Demak, ijtimoiy tarmoqdan kelgan va boshqa bo'lganlar. Hop, endi buni kamaytirish uchun nima qilsak bo'ladi? Int ga almashtirsak kamayadi. Hop. Nima qilamiz endi? Tak. Shu ustunni type metodi orqali nima deymiz? Int 8 ga almashtir deymiz. Qancha int 8 ham ko'p. Hop, endi kelinglar, def info metodi bilan qayta ko'p chiqamiz. UTM source int 64 deyaptimi? Hop. Bu kodimiz ishlash uchun mana bu yerga tenglab olamiz. Hop, ishlatdik. Tak, mana int 8 bo'ldi. 243 megabayt. Ko'rdingizlarmi? 255 megabaytdan 245 megabayt. Demak, 12 megabayt bitta ustundan ekonom qildik. Hop, yana o'rganamiz. Hop, yana qaysi ustunlarimiz bor edi? Hop, kanal привлечения, тип привлечения, UTM. Tak, UTM, mana bu UTM campaign deganni ko'rishimiz kerak. Reklamная kampaniya.
Так. Reklamная kampaniya. Tak, reklamная kampaniyalar bor ekanmi? Bitta ekan. Xo'p. Tak. Tak, reklamная kampaniya. Uni ham qisqartmalari bo'lishi kerak. Tak. Xo'p, mana. Так, целевые числа оставить заявку, заказать звонок. Так. Geohits bizani qiziqtirmaydi. Paka biz Geohits ishlaymaymiz, to'g'rimi? Tak. Hop. Geo session. Tak. Hop. Endi. Tak. Endi. Tak. Bo'sh qolgan. Tak, ikkinchi usulimiz nima edi? Tak, ma'lumotlarni tozalab olish. Okey. Ma'lumotlarni tozalab olish uchun birinchi bo'lib bo'sh qolgan kataklarni ko'rishimiz kerak. Qaysisida qancha? Tak, UTM company, UTM AdSense, tak, keyword. Endi necha foizdan qoldirib ketilganligini hisoblaymiz. U uchun qaranglar. Nima qilsak bo'ladi? Tak. Boshqa intga almashtiradiganlarimiz yo'qmi? Tak, time, date. Xo'p. Shuni bo'lamiz nimaga? Len df ga va ko'paytiramiz 100 ga. Shunda foizda chiqadi. Necha foizdan qoldirilganligi? Tak, 11%, 18%, 58%, 57%, 19%, 99%. Xo'p, endi biza 20%dan kubini o'chirib tashlashimiz kerak. Demak, device model. To'g'rimi? Device. Tak, device os. UTM keyword. Modellarni o'chirishimiz kerak. Okey. Xo'p, def drop. Xo'p, columns. Endi bu yerda ustunlarni bitta aytsak bo'ladi. Tak, bizga kerak bo'ladigan ustunlar, keyword, to'g'rimi? Keyword o'chirishimiz kerak. Xo'p, device ostda o'chirishimiz kerak. Modelni o'chirishimiz kerak. Xo'p. Bo'ldi, def drop. Tak. In place true desak, butunlay o'chirib yuboradi. Xo'p. Axis bas. Xo'p, o'chirib yubordi. Yana bir marta ma'lumotlarni qisqarmaganini ko'ramiz. Tak, info metodi bilan. Tak, ma'lumotlarimiz 200 megabaytgacha kamaydi. 40 megabaytga
kamaytirdik. Yaxshi. Xo'p. Endi qolgan ustunlarni ko'rishimiz kerak. Tak, eng ko'pi 20% ga juda yaqin ekan. Device brand. Xo'p, kelinglar shu brand ustuni bo'yicha ishlaymiz. Tak. Device brand. Xo'p. Value counts. Okay. Xo'p, Apple 55 ming shuncha marta takrorlangan ekan. Tak, 5.500 tak. 551.088 marta. Samsung 332.194 marta. Tak, Xiaomi. Xiaomi. Tak, shunaqa. Demak, kuchli 5 talikka ma'lumotlar kirar ekan. Realme. Kuchli 4 taligi ham bo'ladi. Kuchli 3 taligida olsak bo'lar ekan. Mana kuchli 3 taligi olsak bo'lar ekan. Endi shu kuchli 3 talik bilan Opera. Shu kuchli 3 taligi bilan to'ldirib chiqsak ham bo'ladi o'rniga. Demak, Apple, Samsung, Xiaomi. Tak, endi demak, update brand degan bitta list ochamiz. Uni ichiga mana shu 4 tani qo'shaylik, 5 tani qo'shaylik keling. 4 tani qo'shaylik, 4 tasi yaxshi. Tak, 4 tani qo'shib olamiz. Xo'p. Apple. Tak, Samsung. Shu modeldagi telefonlar, Xiaomi ko'proq kirgan. Va bundan bilib turish mumkin. Demak, mana shu modellarni insonlar juda ko'p ishlatadi. Xo'p, bizga bu uchun random choice metodi kerak. Tak. Random choice metodi kerak. Xo'p. Tak. Tak, Apple bilan Cherry Berber West. Tak, demak bizga hozir random choice o'zi kerak. Random choice metodi. Tak, random choice. Tak, random choice metodi. Random choice. Xo'p. Okay. Xo'p, endi bitta formni ishlatsak ham bo'ladi, lambdani ishlatsak ham bo'ladi. Shilni qiladigan bo'lsak, har safar bitta oladimi shunda? Bitta oladi. Demak, lambda funksiyani ishlatsak bo'lar ekan. Tak, def brand metodiga lambdani ishlatamiz. Tak, apply lambda. Tak, x o'rniga. Tak, u uchun bizga random metod ham kerak bo'ladi. Tak, from random import choice. Tak, choices mi? Tak, choices ekan. Hop.
okey, ishlatib olamiz. Demak, choice metodimiz bor. Xo'p. Tak, update branddan choice olishimiz kerak. Choice. Tak, update branddan choice olib qo'yamiz. Tak, if qayerdaki blend x nima bo'lsa teng bo'lsa 0 ga. Tak, else x o'zi. Xo'p, agar 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, yana pustoy bo'ladigan bo'lsa almashtiradi, bo'lmasa almashtirmaydi. Float has no length. Xo'p, okey, xo'p, bo'ldi. Tak, endi ko'ramiz. Qiymatlarni qayta ko'ramiz. Tak, endi nolvoy qiymatlarni ko'ramiz. To'ldirilmagan qiymatlarni. Xo'p, device brand. Tak, device brand. Xo'p, agar 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, choices upgrade brand. Aks holda x o'zi. Mana ko'rsak ham ko'paygandan sezsak bo'ladi. Tak, demak ko'paymabdi. Hop, kelinglar. Tak. For metoddan foydalansak ham bo'ladi. Tak. Fill metoddan foydalansak bo'ladi. Tak. Hozir 1 sekund. Tak. Izlan metoddan foydalanamiz. Numpy'da. Tak, agar hop, agar np izna, tak, iznami hozir ko'ringlar, iznan. Tak, demak iznan bo'lsa x, agar pustoy bo'lsa choices brand aks holda o'zi keladi, to'g'rimi? Okey. Tak, iznan, tak. Tak, save. Tak, nima deyapti? Iznan teng 0. Not 0. Pdni o'zida is 0. Is 0 degani bor ekan pandasda. Hop. Not 0 x yoki is 0, not 0. Is 0. Okey, ishlatib ko'ramiz. Tak, aks holda pd is 0 x bo'lsa, hop, Gemini'ga rahmat. Tak, qaytib ko'ramiz. Okey, demak yaxshigina o'zgardi. Qaytib ko'ramiz. Tak, brand.
negadir birinchi o'zgarmayapti. Hop. Nimaga o'zgarmayapti? Tak. Demak, men bu yerda is0 tutolmayapti. is0 degan qiymatimiz x da tutolmayapti. Pustoy bo'lganda. Hop. Demak, fill metodidan foydalansak bo'ladi, lekin bu qanchalik to'g'ri bo'ladi? Tak. Fill metodidan foydalansak bo'ladi. Tak, eng ko'pi Apple midi? Tak, Apple da qo'yamiz. Bo'shlarni o'rniga Apple to'ldiramiz. Hop, ko'ramiz. Tak, to'ldirdi, demak yaxshi. Hop, UTM add content dan UTM company ni ko'rishimiz kerak. Tak, UTM add company. Tak, UTM company bilan add content. Qanaqa kodirovkadir ma'lumotlar, buni agar ochib bermagan bo'lsa, demak bizga kerak emas. Chunki tushunasiz ma'lumotlar. Demak, uni ham drop qila olamiz. Tak, def. Tak, drop o'chirib olamiz. Columns. Qaysi ustunlarni o'chirib olamiz? Tak, UTM content bilan. Tak. Campaign. Tak, axis 1. Tak, in place. True. Bo'ldi. Tak, endi info metodidan ko'ramiz. Qancha joy. 172 megabayt. Yaxshi. Hop, endi pustoylikka tekshiramiz. Qanchasi pustoy ekan? Demak, pustoy nimada qolmadi. Hop, ma'lumotlarni tozalab oldik. O'rniga to'ldirdik. Anomal qiymatlarni, dublikatlarni topishimiz kerak. Hop, def duplicated. Duplikat qiymatlarni qidiramiz. Tak, unshapable type. Hop. Gemini nima deykanmiz aka? Bu bo'ladi. Tak. Instance. Tak. Tak, list ko'rinishda ma'lumotlarni ololmas ekan. Hop, okey. Buni qiladigan bo'lsak, ma'lumotlarimiz o'zgarib ketishi mumkin. Tak, apply instance x list bo'lsa, hop, if hammasi list bo'lsa, tuple o'zgartiryapti va duplikatlarni topishga harakat qilyapti. Tak, duplikat ishlash uchun metodda ishlashimiz kerak ekan, hashlangan bo'lishi kerak ekan duplikat ishlash uchun. Hop. Demak, aytish bo'yicha ishlash kerak. Tak, duplicated metodi. Hop. Mana duplicate metodlar ishladi. Endi uni sum qilsak, ya'ni
nechta dublikatlar borligini sanab beradi. Demak, dublikat qiymatlarimiz yo'q ekan. Yaxshi, ishonch hosil qilib oldik. Tak, dublikatlarimiz yo'q ekan. Anomal qiymatlarni topib ko'rishimiz kerak. Endi anomal qiymatlarni topish uchun odatda integer qiymatlar kerak bo'ladi. Ya'ni float qiymatlarini tekshiramiz, anomal qiymatlarni. Hop, tak. Tak, client ID. Tak, o'qib olamiz. Client ID. Ustun haqida ma'lumotlarni, tak, client ID. ID посетителя. Lekin nimaga dробный часть bo'lyapti? Buni 2 ga bo'lsak ham bo'ladi. 2 ga bo'lib olsak bo'ladi. Tak. Mana 3 ga bo'lib olsak bo'ladi. Menimcha shu uchun olishdi. Duplicate metodimiz. Menimcha shu uchun olishgan. Tak. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, client ID ni 2 ga bo'lamiz. Tak, demak, def client ID birda bo'lamiz. Tak, demak, Apple lambda funksiya xstr oluşmasın da split bir de nokta bo'yicha bo'ladi. Probel bo'yicha emas. Okey. Tak, client 2 ni ham xuddi shunaqa qilib olishimiz kerak. Client 2 ni ikkinchi tomonini olamiz. Nuqtadan keyingi tomonini olamiz. Tak, client 2 deymiz. İkinci tomonini olamiz. Hop, arshivga berishi hammasi ham nuqtalik emas mana bu yerda. Hop. Yaxshi. If agar birdan katta bo'lsa, birdan katta bo'lsa shu o'zi aks holda 0 qo'ysak ham bo'ladi. Tak. Endi df hidni chiqarsak, ikkita yangi ustun qo'shildi. Mana 2 ga bo'lib oldik. Tak. Def client ID bar. Tak, endi def client ID bizga kerak emas. Mana bu. Xo'p, keyin session ID bo'yicha qilamiz. 3 ga bo'lib olsak bo'lar ekan. Xo'p, def tak, session ID bas. Tak, def session ID apply. Hop, apply. Tak, lambda funksiya. Tak, nolingisini olamiz. Agar katta bo'lsa 2 dan 1, 2, 3 dan katta bo'lsa aks holda 0 qo'yamiz. Okey. Tak, sessiyalarni oldik. Hop,
xuddi shu qiymatlarni ikkinchi va uchinchi sessiyalar uchun ham qo'yamiz. Tak. Birinchisini qo'yamiz. Hop. Uchinchi sessiya uchun ham qo'yamiz. Tak, mana bu yerda ikkinchisi bo'ladi. Так, подожди. Много что. Katta, uchdan katta bo'lmaydi. Da. Tenglik. Uchdan katta bo'lmaydi. Hozir hammasini 0 qo'yib qo'yadi shu uchun. Tak, endi def hidi chiqaradigan bo'lsak, mana 3 ta qiymatini bo'lib oldik. Endi session ham kerak emas, client ID session ham kerak emas. Endi o'chirib olamiz ularni. Tak, pastga tushirib olamiz. Tak, def drop columns. Tak. Shuni yana bitta def clear degan datasetga olaylik. Def drop columns. Tak, session ID bilan nimani o'chirishimiz kerak? Tak, client ID ni. Okay. Tak, axis 1 bo'ldi. Endi def clearni ishlaymiz bundan birga. Tak, def clearni chiqaramiz. Tak, ko'ramiz qiymatlarni. Hid. Tak. Tak. Hop. Pandas data frame def clear. Data frame o'tkazib olamiz. Sheet metodini ko'ramiz. Data frame object has no attribute hid. Okay. Take a visit. Date. Okay. So, yes. Demak, def mana bu yerga bu bunch datasetni ishlaymiz. Hop, yaxshi. Raqamlarga o'tkazib oldik ancha. Tak. Ha, session ID 3 qanda uni 3 qilmagandigimi? Ay, xato qilgan ekanmiz-da. Tak, o'chirib tashladik. Endi buni ishlatganning foydasi yo'q. Tak. Yaxshi. Tak. UTM medium, mobile. Endi bu usullar bo'yicha ko'ramiz. UTM mediumni ko'ramiz. Hop. Def clear. UTM medium ustuni. Tak, unikal qiymatlarni ko'ramiz. Hop. Last link video promo sber. Tak, sberbankdan sbol web. Так, article no set не установлено.
Demak, shunaqa qiymatlari bor ekan. Non qiymatlari ham bor ekan. Tak, non qiymatlarini non qiymatlarini to'ldirishimiz kerak. Non qiymatlarini to'ldirish uchun value count metodi kerak bo'ladi bizga. Xo'p, eng ko'p ishlatilgani banner ekan. Keyingisi non ekan. Korrelatsiyasi juda past chiqadi. Tak, bannerlar eng ko'p ekan va SPSlar eng ko'p ekan. Demak, uni balansga keltirish uchun non qiymati qancha ekan bu ustunni ko'raylik. Tak, UTM medium. Tak, UTM medium. Non o'rniga banner qo'yib ko'r. Banner qo'ysak, keyin korrelatsiyasi bannerga ko'payib ketadi, ya'ni. Tak. Undan qochish uchun emailni ko'ramiz, emailni ko'taramiz, korrelatsiyasini. Tak. Organikka almashtirib ber deyapti. E-mailga almashtiramiz. Lekin menimcha o'zgarmasa kerak, chunki u bo'shmasday turibdi-da, u ichida qiymat bor turibdi. Uni qo'lda o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, yaxshi. Xo'p, fillarni o'rniga apply ishlatamiz odamgidek. Apply. Tak. Lambda. Xo'p. Tak. Endi non qiymatlarini o'rniga email qo'yishimiz kerak. Tak. Replace non qiymatlarini o'rniga email qiymatini qo'yamiz. Tak, kelinglar bitta ko'rib o'taylik. Replace metodini ishlashini. Tak, pandas emas, Python ekan bu. Python replace metodi. Tak. Xo'p. Tak, demak, bananni Apple ga o'zgartiryapti. To'g'ri, bananni Apple ga o'zgartiryapti. Xo'p, nonni email ga o'zgartiryapti. Okay. Incomplete input. Tak. Qayda xato qildik? Tak. Bitta qo'shtirnoqimiz qolib ketibdi. Apply. Tak, bo'ldi.
ko'ramiz. Tak, demak, email ko'tarilgan bo'lishi kerak. Mana, email ko'tarildi. Yaxshi. Xo'p, endi keyingi ustunga o'tamiz. Device kategoriyaga o'tamiz. Tak, videomiz katta bo'lib ketdi. Shu uchun давайте shu ikkinchi usulni tugatib olaylik. Qaysi usulga keldik? Tak, oxirgi usulimiz ekan pashti. Dublikatlarni tashlashimiz kerak va tozalashimiz kerak ekan. Xo'p. Bo'ldi. Shu metodlarni xuddi shunday device brand uchun ham ishlatamiz. Tak, device brand uchun ishlatamiz. Tak. Device brand uchun ishlatamiz. Hop, tak. Mancha device brand hammasi normal. Ekranning kattaligi bizga kerak ekanmi? Uni Vizmna Hate almashtirsak ham bo'ladi. Device browserda ko'raylik. Qaysi browserdan ko'proq kirgan ekan odamlar? Hop, demak Chrome browserini juda ko'p kishi ishlatar ekan. Samsung, Android Review, Safari, browser, adashmasam bu Yandex browser, Safari va Chrome. Bu yerda non qiymati yo'q ekan. Not set, не установлен. Aha. Tak, yaxshi. Tak, bu yaxshi. Tak, country, city. Device screen resolution ham 2 ga bo'lsak bo'ladi, ya'ni with bu height, to'g'rimi? With height bo'lgandan keyin bu 1020 dan katta bo'lsa bu nima bo'ladi? Albatta kompyuter bo'ladi. Bunaqa notebook, planshetlar yo'q. 1900 ekranlik. Tak. Okay. Demak, bo'lib olamiz. Tak, with height ga bo'lib 2 ga bo'lib olamiz. Tak, demak. Qaysi ustun tushunadi? Mash ustun tushunadi. Demak, device with tak. Tak, endi hop, agar muammo bo'lmasligi uchun tak, split, to'g'rimi? Nima bo'yicha bo'lamiz? X qiymat bo'yicha bo'lishimiz kerak. Endi qanaqa x ligini bilish uchun mana o'zidan kopiya olamiz. Tak, mana shu bo'yicha bo'lamiz. Hop. Agar bo'lganimizda tak 2 ga teng bo'lsa, tak, birinchisini qo'yamiz, to'g'rimi? Xo'p, birinchisini qo'yamiz. Tak, birinchisi bu 0-inchisi bo'ladi, to'g'rimi? 0-inchisini qo'yamiz. Tak. X holda X. Okay. Hop, device with bu yerda device with emasda, endi qaysi ustun bo'yicha ko'ryapmiz? Tak. Device screen bo'yicha ko'ryapmiz. Hop. Xuddi shunday device height ham olamiz. Hop, device height. Hop, bunda endi birinchisini olamiz. Okay. Tak, bo'ldi. Tak, chiqaramiz. Tak, mana device with, device height oldik.
Endi bu usulimiz kerak emas. O'chirib tashlasak bo'ladi. Hop, drop. Hop, okey. O'chirib tashladik. Hop, endi eng qizig'i info metodi bor ekanmi? Info metodimiz bor ekanmi? Tak, info metodimiz bor ekan. 214 megabayt bo'libdi. Yaxshi. Tak, endi bularni hammasini object emas, nima qilsak bo'ladi? Endi qilsak bo'ladi. Oxirgi ikkitasini endi qilsak bo'ladi. Tak, bu uchtasini tak, u uchun ochib ko'rishimiz kerak. Qanaqa qiymatlarimiz bor ekan? Bu client ID 2 ni qilsak bo'lar ekan. Intga qolgani float ekan. Okey. Davom etamiz. Tak. Tak. Davom etamiz. Tak. Davom etamiz. Client ID 2 ni int qilsak bo'lar ekan. Int tak, client ID 2 ni int qilsak bo'lar ekan. Hop. Tak, def clear. Tak, def clear. Step device with device height. Okay. Qanday qilib 360 int 8 dan oshishi mumkin? Tak. Int 8 dan oshmasi kerak ekan. Tak, int 8, 120, kechirasizlar, 127 gacha to'g'ri. Tak, int 8 o'rniga int 16 qo'ysak bo'ladi. Tak, 16 qo'yamiz. 16 qo'yganimizda nechigacha bo'ladi? Yetarli ekan. Tak, 32 minggacha ekan. Int 16 emas, 32 minggacha ekan. Int 16 emas. Tak, not set. Tak, not set degan ustunimiz ham bor ekan. Demak, not set toplaymiz. Hop. Hop. Def clear. Tak, shu ustundagi teng bo'lsa nimaga? Not set ga teng bo'lsa, not set ga teng bo'lmasa. Okey. Tak, endi ishlatsak ishlashi kerak. Ishladi, yaxshi. Tak, 214 megabaytga tushirdik. Tak, def clear. Tak. Endi mana bularni ko'rishimiz kerak. Xo'p, xuddi shunday qaysi usullar bo'yicha qilamiz? Device client ID 1,
client ID bir bu float bo'lsin. Tak, client ID 2. Tak, client ID 2 int 32 bo'lsa ham bo'ladi. Adashmasam, okey. Tak, okey. 200 megabaytga tushdi, 214 megabaytdan. Xo'p, bu yaxshi. Tak, session 1 bilan session 2 ma'lumotlarni ko'ramiz. Demak, float ekan. Tak. Xuddi shunday session 1, session 2 uchun ham qilamiz. Tak. Tak, session 1. Tak, session 1, session 2. Tak. Namçı int 32 formidable float. Qaraveramiz, muammo chiqmaslik uchun. Tak, demak, normalni. Tak, integer qilib oldik hammasini. Tak, bu yaxshi. Xo'p, visit date bilan visit time ni bo'lib olsak bo'ladi. Qaranglar. Visit date. Qaranglar. Visit date yil, oy, kun. 3 ga bo'lib olsak bo'ladi. Visit time ni soat, minut, sekundga bo'lib olsak bo'ladi. Keyin shu ishni qilamiz. Xo'p, demak, def clear. Tak, year degan ustuni ochamiz. To'g'rimi? Tak, date bo'yicha chiziq bo'yicha upload qilamiz, 0 ni olamiz. Yaxshi. Xuddi shunday mons bo'yicha ham qilsak bo'ladi. Ya'ni mons. Tak, birinchisi bo'ladi. Tak, day, uchinchisi bo'ladi. Tak, okey. Date degan yo'q deyapti, to'g'ri. Visit date, bu date yo'q bizada. Xo'p. Tak, visit date ustuni bo'yicha, visit date ustuni bo'yicha qilamiz. Okey, все. Yaxshi. Visit date, year, month, day. Xo'p. Okey. Все. Endi date ustuni ham kerak emas bizga. Mana 3 ta ustunni oldik. Xo'p, hammasini int 8 qilsak ham bo'ladi. Xo'p. Demak, 243 megabayt. Toz ko'ramiz. Tak, int 8 qilib olamiz. Tak. Okey. Tak. Year. To'g'rimi? Months va day. To'g'rimi? Xo'p. Tak, int 8. Biz 24 gacha bo'ladi. 60 gacha bo'ladi. Biz 27 gacha. Demak, to'g'ri keladi. Okey, все. Так. Kechirasizlar. Tak, mons ustuni va year ustuni. Tak, 2021 yil oshib ketdi. Mayli, sen uchun 16 qilamiz. Okey. Bo'ldi. Xo'p, endi ishlatib ko'rsak, megabayt kelmagan bo'ladi. 207 dan 30 megabayt nima qildik. Hozir visit date bilan visit time ni o'chirib tashladigan bo'lsak, demak, ancha vaqtdan tejagan megabaytdan tejagan bo'lamiz. Xo'p, tak, def clear. Xo'p,
digit date mayli o'chirib tashlaymiz. Hop, def clear hop, def clear. Tak. Okey. Nima deymiz birinchisini? Tak, time bo'lsa, birinchisi hourmi? Soatda, hour. Hop. Hour. Tak, apply. Tak, nolinchisi. Tak, minut. Tak, birinchisi. Second bu ikkinchisi. Okey. Tak, demak yana 3 ta so'm qo'shildi bizga. Xo'p, ko'rsak bo'ladi. Mana 3 ta so'm qo'shildi. Megabaytlar oshdi. Yana megabaytlarni kamaytiramiz. Tak, buni 24 soat, 60 minut, 60 sekund. Demak, int 8 qo'ysak bo'ladi hammasiga. Tak. Tak. Hozir. Tak. Int 8 minut. Int 8 second. Int 6. Okey. Aha. Tak, 198 megabayt bu yaxshi endi. Agar anani o'chiradigan bo'lsak, ancha yaxshi bo'ladi. Tak, okey. Bitta qiladigan ishimiz shu def clear'dagi visit time ni o'chiramiz. Okey. Mana 184 megabaytgacha tushirdik. Ma'lumotlarimizda obyektlardan faqat tak 1 2 3 4 5 6 ta obyektimiz qoldi. Tak, UTM medium, device category, device brand, hozir ko'rib chiqamiz. Tak, device category, device brand. Endi device category kerakmi bizga? Desktop degani bor. Bizga hide with bor, to'g'rimi? Bularni o'rnidan almashtirib chiqsak bo'ladi. Kamaytirish uchun. Hop. Demak, def clear, to'g'rimi? Device category value counts. Demak, ko'ramiz takrorlanuvchi qiymatlarni. O'zi 3 ta qiymat bor ekan. Table sheet 0 1 2 0 1 2 ga almashtiramiz. 0. Tak, kelinglar o'sish tartibida bo'lsin. 0 1 2 bo'lsin. Xo'p, o'sish tartibida qo'yamiz. 0 1 2. Yana 0 1 2 qo'ygandan keyin with height ham kerak bo'lmaydi. Aytsa with height bo'lsa-da kelinglar table birinchi ko'ramiz. Table bo'lganda ekran qanaqa bo'lar ekan? Xo'p. Tak. Device. Okay. Device category. To'g'rimi? Teng bo'lganda table sheetga chiqarchi. Tak, height bizdan ko'ramiz. Tak, 800 dan 1120 gacha. 1112, 1130 gacha ekan. Table sheet ekan, to'g'rimi? Okay.
Demak 1030 eng kattasi. 1030 eng kattasi. 1280 eng kattasi. 1280 dan o ham bo'ldi. Xo'p. Demak almashtirishni boshlaymiz. Tak. Def clear. Okay. Device category. Def clear. Device category. Apply. Xo'sh, lambda. Tak. Xo'p, mobile bo'lsa, demak bu 0 bo'lishi kerak. Mobile o'rniga 0 qo'yamiz. Tak. Tak, mobile. Tablet bo'lsa 1 qo'yamiz. Tak. Xo'p, desktop bo'lsa 2 qo'yamiz. Xo'p, argument must be str. Davay. Replace metodini ishlatganda ikkalasi ham string bo'lishi kerak ekan. Shart shunaqa ekan. Mayli. Rozimiz. Tak, endi device kategoriyani ham endi nima qilamiz? Intga o'tkazib olamiz. Yana megabaytimiz kamayadi. Tak, buni pastga tushiramiz. Ko'rish uchun tak o'tkazib olamiz. Tak, demak device kategoriya ustunimizda int 8 ga o'tkazsak ham bo'ladi, to'g'rimi? Bo'ladi. Все, megabayt ko'ramiz. Oldin 184 megabayt bo'lgan ekan, hozir ko'ramiz 172 megabayt. Yaxshi. Demak device kategoriyani ham kamaytirdik. Endi device brandni ko'rsak bo'ladi. Tak, device brand kerak bizga. Hop. Bitta o'rniga chiqaramiz. Device brand ko'ramiz. Hop. Device tak brand. Okay. Ortiqcha probelni olib tashlaymiz. Tak, device brand ham o'zi ko'p qiymat yo'q ekan, no. Tak, buni S ga, X ga, A ga, H ga ma'lum ikkalasini bitta qilsak bo'lar ekan. Okay. Okay, get dummies bilan foydalansak ham bo'ladi. Tak, get dummies. Kelida ko'rib olaylik. Tak. Get dummies. Tak, example. Hop. Data. Tak, columns. The type. Is in place. Data non false. Data not false. Tak. Columns yo'q ekanmi? Columnslik prefix series columns. Tak, pandas with any columns. Tak. Okay.
datasetni buzib qo'ymaslik uchun boshqa bir def ochamiz. Def preparing deymiz. Tak. Def clear. Tak, pd git dummies. Tak, def o'rniga buni qo'yamiz. Columns o'rniga ko'tarib tak, qo'yamiz. The type o'rniga index qo'ysak bo'ladi. Is not index. Campaign content. Nimaga? Campaign content def category content. Tak, campaign content kerak emas. To'g'rimi? Medium source. Ne, source kerak emas. Source bo'ldi-ku. To'xtama, UTM. Tak. Qaysi ustunlar kerak? UTM. Hop, brand. UTM bilan brand kerak. Tak, UTM brand browser. Tak, kategori bo'ldi. Brand browser tak. Tak, brand browser kerak. Tak, brand browser. Tak, country. Va endi ko'ramiz, agar ko'tarib bilsa yaxshi, ko'tarilmasa demak boshqa usullarni o'ylab topishimizga to'g'ri keladi. Tak. Nagilsgan ko'ramiz. Tak, ishladi. Yaxshi. Demak, yaxshi ishladi. Xo'p, 9 GB yetib bo'ldi. Tak, yaxshi. Xo'p, ko'ramiz. Demak, hammasi yaxshi, hammasi zo'r. Datasetimiz UTM medium. UTM medium. Xo'pdi. Mayli, UTM mediumni ham ko'ramiz. Okay. Tak, dummies. UTM mediumni o'zi. Lekin megabayt oshib ketdi. Uni kamaytirishdan oldin, qancha 8 bo'ldi qani. Tak, okay. Tak, ko'ramiz. Tak, 125 megabayt. Normal. Demak, hamma ishlarni bajardik. Data preparing qildik. Hammasini raqam o'tkazib oldik. Hammalaringizga rahmat. O'ylaymanki, sizlar uchun tushunarli, kerakli dars bo'ldi. Ma'lumotlarni tozalash bo'yicha.